Salom bolalar, sizlar bilan yana o'shamen Relaxer Gamer sizlarga va'da qiluvdim. Bular feldan tortishni o'rgataman deb Telegramga kirib olasizlar. Mana hozir qidiruvga yozamiz. Nima deb deymi? Minecraft mods bot deb yozsanglar mana bitta mana shunday deb yozsanglar chiqadi. Men yozma shu bot menda bor edi. Buni mana Minecraft mod bot. Mana shu yerda har xil joylar bor. Har xil modlar. Mana shu yerda qaysi mod? Burada har xil modlar chiqyapti. Ko'rasizmi? Mana shu yerda. Mana shu yerda. Mana shu yerda har xil modlar deb yozsanglar, modlar tayyor yozilib qo'ygan. Mana yaxshilab ko'rib olinglar. Screenshot qilib olsanglar o'zingizlarga foyda. Men buni YouTube'da ko'rganman. Xullas chiqadi. Men hozir internetim o'chiq ekan. Shu yoqqa mana ket hozir boshqasiga o'zgaraman. Bular animatsiyasi qarmoqdan epik narsa maxluqlar modi. Ford mashinasi. Menda mashinalarni modini qo'yish kerak, olishim kerak edi. Mashinadan olay. PUBG, Mikros moblar, Time Stop, Free Fire, emotsiya. Va mana qurol modi kerak edi. Menga ashika mod kerak edi. Albatta sizlarga mana shu modlarni tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.